Qağı balam appa, kirpi balam yumshaq deb atib olib turib baqqan. Shu 3 qiz, 2 o'g'il oxirsiz degan vaqtida dadining beshiga, oilaning beshiga balay qazo ofat bo'ldi jima. Mana aqsda haqiqiy hikoyadan birsi anglab beqishni xohlamsiz. Ya'ni cho'disiz mushundan taxminan 45 yillar burun ma'lum chet sahroyida bir jup ayol to'y qilgan. Demak bu erninki xil nochiligi va shu davrlarda man degan odam taniydigan, e'tirof qiladigan, shikir o'lkalarga kirib tijoratlarni qila oladigan, butun Shinjongning har qaysi yerlardan masalan atlaslarni akib diyorimiz g'uljilarni sota oladigan mushitlik iqtidori. Ayol o'simi shunchalik sumbul chashliq qamlashgan bir cho'kan edi. Lekin cho degan vaqtida amdi bularningki oqoqisdan 3 qiz, 2 o'g'il farzandlik bo'ldi. Demak, bularning bir ketkizib o'tgan yerning bo'pti degan vaqtida ballag'a turmushning ochiq-chuchugini azdul tititmabdi. Uningdikin halidisi ballarnikini ras qilib, zad og'iz bundan ashirib, shundaq bir tarbiyalabdi bu ballarni. Demak, yillar o'tibdi, oylar o'tibdi. Endi bu davlat senda Tomas bu mehnat kimda deb bir umr menda men bay yashab o'tma deb hech qanday bir odam dalanmaydi ekan. Shu sababchi degan vaqtida yaşmı çoğuyuptu, oğuptu, boğuptu, burun ticaretlerin burun qanday ahmaptı, terakkiyatı masılşanmaptı. Şu sebep, balla kichigidin ata-anasının himayesinde muştaq ügünüp qalgan, senin ras anıma, dadamı senin ras ügütüp etken balladı. Ne atanığı mihir, muhabbet, ne köyün bolsun. Şuna bilen degan vaqtida yıllarning ki o'tishi bilan rahimsiz taqdir onasini bu dunyodan ip ketibdi. 75 yaşının çamısını ip qalgan dadisi yalğız qilib qapti. Demak bu ballarda zarrachilik kuyum yo'q ki. 3 qizi 3 tarafga egitibdi, 2 o'g'li uyoq-buyoqlar qanqib chiqib nashayan yo'llarda mangallarim borki. Hattoki hit oyamlarda olsun vay dada qanday ahvoling deb bir qitim telefon qilib ahvol so'rab yo bir qilib qo'ymaydiki. Hali desa shu zaminni setib shu odam andimin ushaq tushak g'alg'ashak ishlarni topgan pulni hali desa 70 necha yosh 80 ga yiqinlab qolgan dadidan pul ko'lab qashlaydigan mushu holat ekan. Ham demakchi degan vaqtida ba'zi bir ishlar hayotimizda, yoshligimizda inson o'zimizdan o'tib ketadi, küpürlük so'zlab qo'yamiz, boshqalarni aqtaymiz, ko'ktaymiz, manmanchilik qilib qo'yamiz. Shu sababchi degan vaqtida og'amchi uzun qo'yilib berdi-yu, ma'lum bir jahallar davrlar kelgan vaqtida har bir so'zlagan xatoliklarimizga, bosgan xato qadamlarimizga, qilgan nabob ishlarimizga jazosini farzandlarga do'qildirib, opirib shularga maşında bağlap qo'yib shulardan tatimiz ki. Endi yana bir daydig'inim ballag'a. Mayli ota-onamiz hayotlikni jonni verdi bizga. Demakchi degan vaqtida biz ota-onamizga dunyoda birinchi qarz, alog'inimiz, xotinimiz, yana birimiz deganlar. Balkim ba'zi bir kishilik munosabatlar pul tukkanda tugab ketadi, balkim yana ba'zi bir munosabatlar yana bir bilan tugab ketadi. Ota-onamiz bilan bo'lgan tuqqandochiligimiz o mangulik hayotni o'zining tenida bizni saqlab shu dunyoga olib qilgan. Hiç qazımsaqmı 9 ay 10 gün qosaq kötəyən şu dadı qolları çak yerilib ketib bizni baqqan şu keçinik tüngi ulab muşundaq ticaretlerini qilib bizni yaxşı günge erişdirgan. Şoňaşqıço degan vaqtida ata-onamizni ko'limayli yaşanıp qalgan ata-onalarni pul so'rab ularni halidis ularni nim qilmasdan bo'lsa hammamiz Ablatdek, Kamaldek, yana birsidek qilib bo'lanmaymiz. Hammamiz dangliq karxancha emas. Bittal to'qo'ga chamimiz yet, bittal to'qo. Bir kil Shangjoga chamimiz yet, bir kil Shangjo. Bilan pat ekranlik shpillarni ichib, "Apa, dada, qanday ahvoling? Yaxshimi? Yaxshi turamsa?" deb so'rab turayli. Odam qeyrg'andi, kichik bo'lib qoldi, divan bo'lib qoldi, yana birdan bo'lib qoldi, yig'lan bo'lib qoldi, yolg'iz sirab qoldi. Shu ota-onalarimiz chet sahro yuzlarda yolg'iz qolmasin. Jitim sırap kalmasın. Çünkü biz men köyüme balamga, balam köyde balısıga deb biz en köyündüğün adamlar ballarımız olur ki. Bizge en köyündüğün adamlar ata-onamiz olur ki. Demekçi o degan vaqtida şu ata-onalarımızga köyündüğün ata-onasi Allah'ın burun tuprak ayılıp ketkenligi üçün ularning hal muğini biz men vay dada apa o qilgan bilanmi? Yani şu aşının ata-onasida köyünüp bulamaymiz ki. Şu aşqa
eng oxirgi ömürlərdə ata-anamızdan yaşlıqda ötküzgən bir xatalıqlar olsunmu, keçirib etəyli, kən olaylı. Çünki bizning izimizni farzandlarimiz besib mağdı. Farzandlarimizning yaxshi ulgusi olsaq, demak bizning qiyirligimiz, bugunimiz, atimiz, kelgusimiz texim yaxshi oldu deb o'ylayman. Mening deginim to'g'ri qaz xalqim şodu duy deb qo'yinglar. Dadalarimiz g'irib qolmasin, g'irib dadalar bek ko'payib ketib bardi. Atalarimiz yig'lab qolmasin, chunki ana qag'ishi poq, ata qag'ishi o'q deydi. Ananinki emdinim qilmaydi, atalar attikina deb qolsa, biz bir ömür ro'naq topmaymiz. Mening deginim to'g'ri qaz xalqim şodu duy deb qo'yinglar. Men sizlarning o'ymilikchi o'g'linglar Anvarjon Öymülük ait soraydigan məsləhətlərinizlə olub qalsa, Ündidar həm telefonda 156 28 17 95 17. Rəhmət xalqım, salamət bulunlar.